Mamlakatimizda boy ilmiy ma'rifiy merosni o'rganish, ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy xazinani keng jamoatchilikka yetkazish ustuvor yo'nalishlardan biri. Aynan shu maqsadlarni ko'zlagan tadbirlardan biri Islom sivilizatsiyasi markazida ulug' alloma Abul Husayn Peshag'oriy mashhur Ismatul Anbiyo asari taqdimoti bilan bo'lib o'tdi. Ismatul Anbiyo nomi bilan tanilgan payg'ambarlar hayotiga oid murakkab masalalar bayoni asari Imom Moturudi Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashabbusi bilan Iordaniyaning nufuzli G'onim nashriyotida chop etildi. Olimlar qo'lyozma ustida katta ilmiy tadqiqot ishini amalga oshirib, asarni ilk bor ilmiy asosda nashrga tayyorlagan holda kitobxonlar e'tiboriga havola etishdi. Taqdimot davomida kitobning mazmun mohiyati, dolzarbligi va islom olami uchun katta ahamiyatga ega manba bo'lganligi ma'ruzachilar tomonidan alohida ta'kidlandi. Bu asar o'z mohiyatiga ko'ra Mavran-Nahrda bo'lgan jarayonlarni, islom aqidasi, uni atrofidagi bo'lgan muhokamalar darajasini belgilaydi va shu bilan bir qatorda Maturidiya tariqatini, ahamiyatini va uning asosiy g'oyalarini ilmiy muomalaga kiritishga xizmat qiladi. Yana bir narsani alohida aytish kerakki, bu asar nafaqat O'zbekiston uchun, balki musulmon dunyosi uchun, xususan arab dunyosi uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Zero u mohiyati, mazmuni nuqtai nazardan undan tashqari hozirgi zamon nashriyotlari talablari darajasida nashr etilgan bo'lib, o'ylaymizki, dunyo miqyosida ham o'zini ahamiyatini kasb etadi. Asarning zamonaviy ilmiy nashri O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan dunyodagi yagona qo'lyozma nusxa asosida amalga oshirildi.